Assalamualaikum, 4 kilo Biznes TV kanali abunachilari. Xudo xolasa Zafar Texnoda o'zgacha yangiliklar bo'lib turibdi. Zafar Texno 4 kilda joylashgan Hokimiyatli ko'chasida, Pamyatnik yonida. Холодильниklarimizda aksiyani zo'r bo'lib turibdi. Yurtdoshlar, kelasizlar, любой bir воздушный холодильник xarid qilasizlar. Sovg'asini ajoyibundan 32 dyumlik televizori, duxovkasi, postosушилкасы, mantikazani, o'tiki, cho'peri, chayniki, bir dana akkumulyatorli plyusosi shuningdek texnika beriladi. Bu birinchi variantda. İkinci variantımıza ajoyibundan gaz plita ideal brendine deyishli turetskiy brend hisoblanadi. Tabiiy gaz deysizlarmi, gaz balon deysizlarmi bemalol yanadi. Zajgalkalari bor, 4 ko'zlam gaz, 4 trubkali hisoblanadi. Ustlari damir bo'ladi, 65-70 kg bemalol ko'taradi. Bu bir dana gaz plitani o'zi emas, yanında LG brendine deyishli 3000 wattli plyusos shuningdek texnika beriladi. Bu ikkisi bir komplekt. Bu ikinchi variant edi. Üçüncü variantımıza Ario brendine deyishli Eco Rejim, erotik freon, turbo funksiyalari bor. Smeshinli, kechda uxlab yotgan vaqtingizdan bemalol uxlasangiz bo'ladigan rejimi bor. Konditsioner shuningdek texnika beriladi. Bundan tashqari yurtdoshlar ichida tini bor, 5 shumli rejim bilan ishlab beriladi. Inverter, kompressor bilan jihozlangan. Ya'ni past tok kuchlanishda ishlab beriladi. Bu üçüncü variantimiz edi. To'rtinchi variantımıza bir dana 1 milyon so'm pul qo'shadigan bo'lsangiz, yanında 65 dyumlik televizor shuningdek texnika beriladi yurtdoshlar. Uzilishga e'tibor bermaysizlar. 4K rejimda chiqib beriladi. Webos operatsion sistemada jihozlangan. YouTube bemalol telefon, xohlasangiz kompyuter aytib ishlasangiz bo'ladi. Endi холодильникlarimizni ko'rsatib o'tishdan bo'lsam, Brusa brendiniki Volna, Hisense, Zifler, Ideal, Shivaki, Besson hamma brenddan bor yurtdoshlar. 70 deysizlarmi, Hitachi deysizlarmi, hamma brenddan topsanglar bo'ladi. Endi kelinglar. eBayda Brusa kompaniyaniki sirtlari nержавейка material bilan jihozlangan. eBaydan ko'rsatib o'tishamiz. Sdenlov Rossiyada qo'ydi. Krasnoyarskiy zavodda ishlab chiqarilgan. Yurtdoshlar, холодильникni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, 1, 2, 3, 4 xil go'sht mahsulotlarini saqlasanglar bo'ladi. Baliq go'shti, tovuq go'shti, qo'y go'shti, mol go'shti birsi-birini hech yukmaydi. Har bir polkasi uchun alohida kompressor ushlab beradi. Endi холодильник qismini o'tadigan bo'lsak, nolovoy zonalari, eBayda ko'rib turganlaridek har xil produktlarni hammasini sig'dirsangiz bo'ladi. Bir xo'jalik emas, ikki xo'jalikni produktini bemalol saqlab, svejiy holatda 3 haftada ushlab beriladi. Brendimizni воздушный bo'ladi. 170 volt ishlab beriladi. Displeyni o'zida boshqarsangiz bo'ladi. O'chirib, yoqib kontrol etasiz. Yana 5 shumli rejimda ishlab beriladi. Холодильникimizda narxini kelib o'tadigan bo'lsam, 10 million 700 ming so'm edi. Zafar Texnoda yangilik bo'lib turibdi. 8 million 200 ming so'm tushib turibdi. 8 million 200 ming so'm ne deydi yurtdoshlar? Bundan tashqari 8 million 200 ming so'm oldingizmi? Xohlasangiz bu variantni, xohlasangiz bu variantni, xohlasangiz bu variantini seylab ko'rib olsangiz bo'ladi. Konditsioner deysizmi, gaz plita deysizmi? Bibeda ko'tarib bir to'da podarkalar deysizmi? Shuningdek texnika beriladi. Yo'q, bu podarkalar kerak emas. 1 million so'm pul berib turib 65 lik televizor olaman desanglar ham, bemalol 65 lik televizor ham olib kelsangiz bo'ladi. Bibeda bu Volna deysizlarmi, Hisense deysizlarmi? Menga sirti stekloniy bo'lsindan yurtdoshlarim uchun stekloniy variantlarni maktab ko'pmiz. Yine eBayda Ziflerlarimiz bor. Ishlari keng, sirtlari qora matviy bo'ladi. Bular ham inverter motor bilan jihozlangan turlari ko'p. Xohlasangiz Ideal brendiniki sirti stekloniy variantlari bor, qora matviysi bor. eBayda Shivakilarimiz bor, Besson bor. Yo'q uka, menga enli varianti kerak. 70 cm dan baland bo'lsindan yurtdoshlarimizga, yana 70 cm dan kattalari bor. Besson brendine deyishli Ideal, Immer hamma turidan bor. Enini ko'rsatib o'tganimiz 90 cm bo'ladi eni. Sirti materiali qora nержавейка, kuydirilgan nержавейка material hisoblanadi. Ishlari keng. Bir o'ks bemalol sig'adi deb aytib beraman, 700-800 kilolik. Endi ust tarafini ham ko'rsatib o'tgaman. Воздушный bo'ladi, no frost, har bir polkasi uchun alohida sotib berib turibdi. Past tarafina multi airflow, ya'ni smart cooling bo'ladi. Har bir mevangiz uchun alohida e'tibor berib biladi. Parvarishda ko'p olib borib beradi. Narxlarni aytib o'tamiz. Bu ko'rtirganimiz bozorda 17 million 18 million so'm edi. Zafar Texnodan 12 million 600 ming so'm tushib turibdi. Yanında bir pada sovg'alari bilan. Bundan tashqari klient ekan yurtdoshlarimiz uchun baraban sovg'asini ham qo'yib beraman. Baraban sovg'asini aylantiradilar. Bu yerda 50 dyumdan televizor dedim podarkalarimiz bor. Seylab ko'rib olsalar bo'ladi. Endi Besson deysizmi, nержавейка. Xohlasangiz nержавейка,
xalasanız Karamat Visvetləri. Yox, mənə LG gərəkdən yurttaşlarımıza LG-nin türlərinə məktəb qoyuruz. LG brend smart inverter boladı. Wi-Fi həmin funksiyası var. İşçilərlə göstərib ötüyoruz. Qalınlıqına etibar verenlər, yurttaşlar işləri. Başqa brendlərindən LG brend Wi-Fi həmin funksiyası boladı. Bunun ne üçün LG qımmat yürüyüşünün səbəbini düşündürüb ötükleme. LG özünün platformasına ega bo'lgan Mirovoy brend 1,5 əsrdən bəri Özbekistan olan bütün dünya boyunca girib keltirgan mahsulot hisoblanadi. Kачествоsi 10 yıl garantiya beriladi. Motor agregatına kuzufa 3 yıl garantiyası var. Özbekistan bo'ylab ham yerində servis mərkəzi işləyir. Zafer Texno'dan xalagan bir bitoy texnika xarid qilasız, 3 yıl garantiya beriladi. Bundan tashqari 90 gün sinov muddat beriladi. Motoru bor, xolodilnik, kirmashin bo'ladimi, konditsioner bo'ladimi, 90 gün sinov muddat ham beriladi. Motorunu 10 yıl garantiya beriladi. eBay'da 4 eshikli variantlari. Besson brendiniki deysizlarmi? Hayr brendi deysizlarmi? Yana xohlagan brendni saylab ko'rib, elab xarid qilsangiz bo'ladi. Bu degani xohlagan brendni saylab topib bilsangiz, do'konda assortiment ko'p. Kimga nechi yoqadi? Menga qorasi deymilar, qora shishali deymilar, nirjavka deymilar, oq svet deymilar. Xohlagan birisidan topib biladilar. Xolosa bu yerda siyah rang svetridan topsalar ham bo'ladi. Metal techkollinglari bor, hamma funksiyalari bor, variantlardan birisi. Endi shu bodda morozenliklarni tushuntirib o'tishdan bo'lsam, morozenliklarimizdan har xil assortimentda chiqib turibdi. Asosan do'konchog'alarimiz uchun ko'paytirib ko'pmiz narsalarni. Bu eBay'da Xantaji brendiniki, do'kon morojniy ismi, sud ismi, kolbasa ismi qo'ymoqizdan marketingingizni rivojlantirib, mahsulotlarni sotishini ko'paytirib berib biladi. Endi kassa bag'alarimizni ham tushuntirib o'tishdaman. Kassa bag'alarimizda kattasidan ko'pmiz Immer brendiniki 1 tonna 300 oladi. İş yerine görüşünüz mümkün. Hamma go'sht bemalol sig'adi. 1 öküz emas, 1,5 öküz bemalol sig'adi deb aytib beraman buni ichida. 3 yil garantiyasi bor. Keep fresh saqlab berish yaxshi. Zuvq chiqmaydi. Qo'lning muzlab sovutib beradi. 1 tonna 88 litr oladi. Eling. 3 yil garantiyasi bor. Xolodilnik desiz, xolodilnik etib ishlatib bilasiz. Morozenlik desiz, morozenlik etib ishlatib bilasiz. Endi bu yerda kichkina Hayr brendinikidan bor. Yine götürününle xo'jalik bopam ishlatsangiz bo'ladi. To'yda, to'yxonangiz bor, yurtdoshlarimiz to'yxona ham ishlatsalar bo'ladi. Nima kerak bu to'yxonaga deydigan bo'lsalar, skladına ikkalik ko'kadra klopi ilib qo'yib ishlatib beradilar produktlarni. eBay'da chegirma yetib turibdi. Premier kompaniyaniki o'rtachasi 6,600,000 so'm tushib turibdi. Kichkina varianti 5,990,000 so'm tushib turibdi. Kattasi 7,200,000 so'm tushib turibdi. Artel brendiniki bor. Artel brendiniki Embraco kompressor bilan jihozlangan past o'qishdan ishlab beradi. Vitrinli kichkina do'konchalar uchun. Narxini deb aytgaman. Narxi 3,990,000 so'mdan. Chegirma narxi turibdi. eBay'da 1 tonnaligi bor. 1 tonna Adon Xin kompaniyaniki Xitoyning milliy mahsuloti hisoblanadi. Narxini aytib berkitaman. 12,700,000 so'm tushib turibdi. Morozenlik olasiz, yanında soğasına baraba aylantirasiz. Barabanda omadingiz nov chiqsa shu so'g'alar tekinga beriladi. Zafer Texno'da xolodilniklarni obzor etish bo'yicha ko'rib turadingiz. Bemalol Zafer Texno'ga kelib, xolasangiz naqd, xolasangiz bo'lib beray. Pasport plastik evaziga 24 oyga muddatli to'lab olsangiz bo'ladi. Pasport evaziga alasa 3 oydan boshlab 1 yilga muddatli to'lab olsangiz bo'ladi. Sizlarni Zafer Texno'da kutib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Turkiya Biznes TV kanali bo'ldi. Yurtdoshlar, Zafer Texno'ning manzili Turkiyada, Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkiya tumanida, Turkiya ko'chasida joylashgan. Bu yoq tarafdan kelaverishingiz, Xorazm, Urganch, hokimiyatning ko'chasidan kelaverishingizda o'ng qo'lingizda Zafer Texno joylashgan. Endi agar siz Pamitnik tarafdan Xozaris ismi, Miskin ismi shu tarafdan kelaverishingizda 45 postdan kelaverishingizda Pamitnik joylashib, Pamitnikdan kelishingizda chap qo'lingizda Zafer Texno joylashgan. Lokatsiya teyda nomerlar qoldiramiz. Lokatsiya tashab yuber degan yurtdoshlarimizga lokatsiya tashab beradilar valloh. Sizlarni Zafer Texno'da kutib qolamiz.